Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. o'n oltinchi qism. Bugun yakshanba. Saharning havosi shuncha sap edi. Ayolim ikkimiz Arizona shtatidan hafta oxirini o'tkazish uchun kelgan ota-onamni elib cherkovga bordik. Biz cherkov ichidagi uzun o'rindiqda birga o'ltiratdik. Apam kaynimizda o'ltirgan bir oila kishilar bilan parangga tushib ketdi. Dastlabida u oiladagi apash kichkina qizining ko'zining chiroyliligini og'zi tegmay maqtab ketdi. Arqadilla tezlikda temini yo'tkab, cho'ng-cho'ng ishlardan so'zlashga boshladi. Apam yaxshi bir tanishuvchi, ishonchlik hamda qalblarni tutashtiradigan xislitini namoyon qilmoqda edi. Oliy maktabga chiqqandan buyon mening Tangriga bo'lgan tanishim so'zlab ketdi. Mening yemirilmas bir atizmchi bo'lib ketishim xristian aqidalarining dalil ta'minlashdagi mag'lubiyatlarga qarshi qurollanganimdan edi. Tabiiy qonuniyatlar olamning sirlarini texmi qoyil qilarlik tushuntirib beralaydi. Okkamning pichig'i. Bu falsafani o'tir asr Angliya faylasufi Okkamlik William o'ttirib qo'ygan bo'lib, shay'lar zarur bo'lmasa murakkablashtirilmasligi kerak. Eng oddiy usul masala hal qilishning eng yaxshi usuli deb qaraydigan masala hal qilish falsafasini ko'rsatdi. Bu falsafa ilm-fan taraqqiyotiga zo'r ijobiy ta'sirlarni olib kelgan. Aniqki, e'tiqodchilarni qarg'ulovchi ishonishdan xoli qildi. Tangrining mavjudligini isbotlaydigan hech qanday dalil yo'q ekan. Tangriga ishonishimizning hojati yo'q. Garchi men tilovat qilish hamda Injil o'qish kundi kechki kam bo'lsa bo'lmaydigan ishimizga aylangan bir taqvodor xristian oilasida cho'ng bo'lgan bo'lsam-mo, ammo men ko'plagan olimlarga o'xshash mavjudlikning moddiy hukm ekanligiga va oxir metafizikani qo'llaydigan fanniy dunyo ko'z qarashiga ishonadigan bo'ldim. Ruh, iloh, uzun soqolliq, belbog'liq oq tanli kishi, ya'ni Rojistvo boy degandek vaqti o'tgan hukmlarga ancha iran qilib ketmayman. 20 yosh vaqtlarimda nurg'unlagan vaqt sarf qilib, o'zimning e'tiqodini barpo qilib chiqmoqchi bo'ldim. Qandaqli o'ylashimdan qat'iy nazar, oxirda yanala masala kelib chiqdi. Ilm-fanni metafizikaning oxirgi hukm o'lchami qilganimiz Tangrining bu dunyodagi mavjudligini inkor qilib qolmay, yana muhabbat, nafrat va ahamiyatni inkor qildi. Bu xil ideyadagi dunyo aslida biz yashayotgan bu dunyo bilan osmon zamin farqlandi. Albatta, agar siz hayotning ma'nosiga ishonsangiz, cho'qim Tangriga e'tiqod qilishingiz kerak deganlik emas. To'g'risini aytganda, agar siz Tangrining ilm-fanda puttasab turg'idek yeri yo'q deb qarasangiz, unda siz cho'qim ilm-fan hayotning ma'nosini sig'dirolmaydi deb qaraysiz. Shunga hayotlikning o'zining qilcha ahamiyati yo'q. Boshqa chiqib aytganda, mavjudiyat to'g'risidagi so'zlarning hech qanday salmoqi yo'q. Barliq tushunchalar ilmiy bilish hisoblandi. Lekin buning ichida bir paradoks mavjud. Ilmiy metodologiyani kishilar ikki qo'li bilan yaratgan. Shunga bir qism mangulik haqiqatlarni yechib berishga amalsiz. Bizning bu ilmiy nazariyani turg'izishimiz bu dunyoni tashkillash va kontrol qilish hamda har xil hodisalarni kontrol qilish doiramiz ichida tutib turish uchun. Ilm-fan ilmiy yakunning takror erishichanligi va sintezlangan obyektchanlikni asos qiladi. Bu ilm-fanning har xil modda va energiya to'g'risidagi tashabbuslarni barpo qilish va shariklash iqtidorini nihoyat kuchli orqa taraf bilan ta'min etadi. Lekin ilm-fan bilimlari inson hayotining mavjud bo'lgan yondashma alohidligini tushuntirib berolmaydi. Nimalar degan bilan inson hayoti o'zgacha, subyektiv va mo'ljarlash qiyin bo'lish xususiyatiga ega. Ilm-fan tajribadan o'tgan sonliq ma'lumotlar va takror tajriba ishlagandami o'xshash natija chiqadigan yakunlarni bartaraf qilishdagi eng unumli usul bo'lib hisoblandi. Lekin yana bir tarafdan ilm-fan inson hayotidagi eng yadroliq taraflarni tushuntirib berolmaydi. Umid, vahima, muhabbat, nafrat, go'zallik, hasad, sharaf, ojizlik, kurash, azob va fazilat degandek. Bu yadroliq hissiyot bilan
ilmiy nazariya o'ttirisida hamisha bir hang mavjud bo'lib turadi. Hech qanday ideya sistemasi insoniy kechirmishini to'liq bilan tushuntirib berolmaydi. Metafizika bir g'oyaviy nazariya bo'lish doirasida to'xtab qoldi. Qandaqli bo'lmasin, bu ateizm emas. Okkamning o'ttiriq qo'ygunimi dal mushu. Faqat mushundaq bo'lgandila ateizm nazariyasi muvofiq bo'ladi. Eng tipik ateizmchi bo'lsa, balkim Graham Gerinning asri huquq va shon-sharafdagi bir komandir. Uning ateizmligi Tangri mavjud emas degan vahiydan kelgan. Ismi jismiga loyiq ateizmlik cho'qim dunyoni o'zgartirish orzusi ustiga qurilgan bo'lishi kerak. Nurg'un ateizmchilar Nobel mukofotiga erishguchi Fransiya biologi Jack Monatning bir jumla so'zini naql keltirishni yaxshi ko'radi. Bu so'z amaliyotda ateizmni yo'shirishdagi bir xil ilohiy tusga ega. Qadimki muqaddas so'z allaqachon qiymatini yo'qotdi. İnsanlar oxiri o'zining bu rahimsiz keng olamda tanho mavjud ekanligini hamda o'zining bu dunyoga kelishining bir tasaddubilik ekanligini bilib yetdi. Men bir qitimliq CT tekshirishidan chiqdim. Bu operatsiyaxona qaytqanimga 7 oy bo'lgan chaq edi. Bu mening praktikan doktorlik tarbiyalanishim oxirlashish, dada bo'lish, shundaqla kelgusim reallikqa aylanish oldidagi eng oxirgi qitimliq tekshirishim edi. Natijani ko'rib boqamsiz, doktor, dedi CT texniki. Hozir emas, dedim men. Bugun yana qiladigan bir muncha ishim bor. U kech soat 6 bo'lgan chaq edi. Bemorlarni kuzatish, atigi operatsiya kun tartibini o'rlashtirish, tekshirish natijalarini ko'rish, klinika xotirasi yozish, operatsiyadan keyingi xizmatlarni tekshirish degandek bir muncha ishlar meni kutib turibdi. Kech soat 8larda nervi tashqi kasalliklar ishxonasiga kirib o'ltirdim. Yonimda radiologiya kuzatish asbob turibdi. Men uni qo'zg'atdim va atigi bemorlarimning tasvir natijalarini ko'rishga boshladim. Bu ikki bemor odatdagi o'mirtqi kasali edi. Ondan men oxiri o'zimning ismini kirgizdim. Ekranda oldingi qitimliq tekshirish natijam va boyiqi yangi tasvirlar ko'rindi. Men bularni kichik bolalar rasmli kitob ko'rgandek o'rib-cho'rib silishtirib ko'rdim. Hammaga o'xshash. Oldingi qitimdagi o'smalar yana shu joyda o'z betib turibdi. Faqat men qayta silishtirdim. Ondan yana takrar ko'rdim. Mana, yangi o'sma. Cho'ng. O'ng o'pkamni to'liq yab bo'lgan qop-qora o'sma. Qiziqarli yeri, bu yangi o'sma xuddi ufuqsizdan ko'tarilayli deb qolgan to'lin oyga o'xshaydi. Oldingi qitimliq tasvir natijamda izimi yo'q bu to'lin oy. Mana endi arvohdagi tuyuqsiz mening dunyorimga bosib kirgan edi. Men xapon bo'lmadim. Qo'rqibmi ketmadim. Bo'lgan ish bo'ldi. Bu xuddi quyosh bilan yer sharining oraliqidagi bir oddiy paket. Uyga qaytdim va bu ishni Lusiga aytdim. U bir payshanba kechasi edi. Biz Emma bilan dushanbagacha ko'rishamaydik. Lusi ikkimiz hujrada o'ltirib, xotir kompyuterlarimizni elib, keyingi qadamda bo'ldigan ishlar. Tirik to'qilma elish, har xil tekshirishlar, kimiyalik davolatishlar haqida izlandik. Amdagi davolanishlarım texim azobli bo'ladi. Uzunroq yashash umidimni kichiklayotdi. Yana Eliotning misralarini asildim. Tümbemga urilgan so'g'uq shamoldan, ishtildi so'qilgan suңakning uni. Tinimsiz jaranglar quloq tuvimda. Uning takabbur, kulki ovozi. Amda men kelgusi necha hafta, necha oy, balkim mangu nerv tashqi kasal bo'limiga qaytanmasligim mumkin. Biroq biz bu ishlarni dushanbaga qoldirishni qaror qildik. Hozir payshanba. Men allaqachon ertalik operatsiyalarni o'rlashtirib bo'lgan edim. Men erta bir kun oxirgi qitim praktikant doktor bo'lmoqchi. Ertasi sahar soat 5dan 20 o'tganda men doktorxona darvozasi oldida mashinadan tushib, cho'nqur nafas oldim. Havoni ikalipet daraxti va yana bir daraxtning hidi qoplagan edi. Bu qarg'aymi nima? Men burun faqat diqqat qilmabdi ekanman. Praktikan doktorlar guruhimiz bilan atiyali qisqa yig'in echib, kechidan bu yanqi ishlarni, yangi kirgan bemorlarni, yangi tasvir natijalarini biraqur deyishib oldik. Ondan bemorlarimizni yo'qlab kirishdan burun
endi yig'ini va o'lim yig'ini açdıq. Bu kasalliklarning qo'zg'alish va o'lim nisbatiga aloqador qarinlik yig'in edi. Yig'inda nerv tashqi bo'lim doktorlari sodir bo'lgan xatoliklar va yaxshi bir taraf qilinmagan kasallik misollarini ko'rib chiqatdi. Yig'indan keyin men bemor Ar apandi bilan bir necha minut mondashdim. Men uning menga o'smisini operatsiya qilib ilib Shuningdan keyin uningda gritsimon deydigan bir xil oz uchraydigan kasallik alomatlari ko'rilyotdi. U xat yozolmaydi. Barmoqlarining ismini deb berolmaydi. Oddiy qo'shib ilishlarni ishlayolmaydigan, o'ng so'lni farq etolmaydigan bo'lib qolgan edi. Men bunda g'alati kasallikni 8 yil burun tibbiy maktab o'quvchisi vaqtimda bir qitim ko'rib boqqan edim. Ayni chog'dagi ashu bemorga o'xshashla Ar apandimi nihoyat xushxo'y edi. Bu balki mushu kasallikning tegi hech kim bayqamagan bir alomati bo'lsa kerak. Ar apandining kesli yaxshilanayotdi. U hozir asosan normal gap qila oladi. Arifmetikalik hisoblash iqtidorimi xili asliga kelib qolgan edi. U butunlay saqayib ketadigandek qiladi. Sahar o'tib ketdi. Men oxirgi bir operatsiya uchun qo'limni yuvib o'tib, tuyuqsiz buning odatdan tashqari bir payt ekanligini his qildim. Tarjimondan: Odatda operatsiyadan burun bosh operatsiyachi va yordamchilar qo'lini dezinfeksiya suyuqligi bilan bilakkicha yuydi va bir cho'tkaga dezinfeksiya suyuqligini temitib, ondan tirnoq ostini g'idiqlab yuydi. Bu xil yuyish operatsiyaga xos bo'lib, odatdagi qo'l yuyishdan farqlandi. Shunga ingliz tilida xos atalg'usi bor. Balkim bu mening eng oxirgi qitim operatsiya uchun qo'limni yuyishim bo'lib qolar. Ehtimol. Men qo'llarimdan eqib tushayotgan sopim mazg'ablariga qarab turib ketdim. Ondan operatsiya xonaga kirdim. Xalatlarimni kiydim. Bemorni yepayotganda kirli qirlarini diqqat bilan tuzashtirdim. Men bu operatsiyani mukammal qilmoqchi edim. Bemorning dumbasini yardim. Bu yaşanğan erning omurtqisi nacharlashib, nervi yildizni besib olgan va qattiq dumba og'riqiga sabab bo'lgan edi. Men cho'qchayib chiqqan omurtqisini sezib turdim. Men dagini kesib, muskullarni taki kang ham paqiriq, qilch qandig'imi yo'q omurtqisonki pak ko'ringichi kesdim. Bosh viraj kirganda men omurtqining keyindagi omurtqa taxsini chiqarib atdim. U yerga so'ngak o'sib qolgan bo'lib, ostidagi singirlar bilan hammasi nervlarni besib olgan edi. Qoldiqqa, dedi doktor. bugungi ilmiy muhokama yig'iniga qatnashaman desangiz, operatsiyaning davomiga boshqalarni o'rnashtiray. Dumbam og'rishga boshladi. Ay, nemishqimi operatsiyadan burun do'ramni jiqiriq yog'magandiman. Operatsiyaga tugayl deb qoldi. Menga amdi jiq vaqt ketmaydi. Bo'ldi-da, dedim men. yanala o'zim tegitay. Bosh viraj qo'llarini yuyib keldi. Biz o'sib qolgan so'ngaklarni birlikda ilib etdik. U singirlar bilan hapilishga boshladi. Bu singirlarning ostida menga qattiq pardasi bor bo'lib, u yulun suyuqligi va nervi yiltizlaridan tarkib topadi. Operatsiyaning bu bosqichdagi eng ko'p uchraydigan xatoligi dal mushu menga qattiq pardasining kesib selish edi. Men yana bir tarafga mas'ul edim. Tuyuqsiz uning operatsiya pichiqining yinida turgan ko'k nurga ko'zim tushdi. Demak, menga qattiq pardasi yerilib ketgan edi. Avvaldan, dedim men. Naq shu chaqda uning pichiqi dal osh pardaga tegib bo'lgan edi. Söpsüzük yulun suyuqligi yar eg'izini to'ldirishga boshladi. Men bunda xatolikqa uchrab baxmag'ili 1 yildan eshitib ekan. Buni o'ngshashqa saq 1 soat vaqt ketadi. Iskinlarni ilib tez bo'ling. Yerilibdi, dedim men. Biz yeriqni o'ngshab, nervini siqayotgan tomirlarni ilib o'tib bo'lganda, mo'ram kuyishib og'rishga boshladi. Bosh doktor kiyimlarini almashtirib, mendan kechirim so'radi va rahmat aytib, yo'liga ravon bo'ldi. Qolgan ishlar men qolgan edi. Hammani joy-joyiga keltirib, terini nilon yipda chiroyli tikishga boshladim. Nurg'un doktorlar terini tikkanda to'qilma talash ishlatdi. Lekin men nilon yipning yuqumlish nisbati tuvanroq deb ishlatdim. Shunga men bu oxirgi operatsiyamni o'zimning paytisiga tugatmoqchi. Teri o'ylaganimdek mukammal jipsilashdi. Hech qanday iz qolmadi. Xuddi operatsiya qilinmagandayla. Esil. Yana bir esil operatsiya. Bemorga yipiqlik mikrobsiz kirligini ilayotganimizda men tanımaydigan bir sestra kirib, "Doktor, siz bu hafta oxiri navbatchimi?"
deb so'rdi. Yo'q, dedim men. Balkim mangu bo'lmasman. Bugun boshqa operatsiyangiz bormi? Yo'q, dedim men. Balkim mangu bo'lmas. Vah, yaxshi-ku. Bu bir xushal xotim bo'lg'isi. Ha, ish tamam. Men xushal xotimlarni yaxshi ko'raman. Sizchi, doktor? Ha, albatta. Menmi go'zal xotimlarga amroq. Men o'ltirib kompyuterga buyruqlarni kirgizishga boshladim. Sestralar yotoqlarni tozalatdi. Narkozchi bemorni uyg'otib. Men hamisha chaqchaq aralash poza qilib. Anlab turinglar, ha? Men boshliq vaqtda hech kimmi operatsiya uyda quloqni yeydigan pop musiqalarni qo'yman demisan. Faqat bossa nova uslubidagi musiqalarni anglashga ruxsat. Anladinglarmi? Deydim. Bossa nova samba va jazning aralashmasiga to'g'ri keladigan bir xil musiqa uslubi edi. Men Getes Gilberto Ishkelenning 1964-yildagi mashhur jaz bossa plastinkasini qo'ydim. Yumshoq, mungluq va yangroq saksofon uni uyni qopladi. Uzun o'tmay operatsiya uyidan chiqdim. Narslarimni yig'ishtirdim. 7 yillik doktorlik hayotimda yiqqan targanlarim ichida kechida qo'nib ishlaganda kiydigan bir ikki qur zapas kiyim. Shchotka, sopon, telefon zaryadlaguvchisi, ushshaq yemakliklar, bosh so'ngak modelim va nerv tashqi kasalliklarga oid kitoblarim va hokazolar bor edi. Bularni yig'ishtirib mengib bo'lib, to'xtab kitoblarni qo'yib qo'ydim. Bularning qog'ini yaxshiroq edi. Men hamda baribir ishlatmaydim. Mashina to'xtash maydoniga yetib boratdim. Bir xizmatdoshim yonimga kelib, mendan bir narsa so'ramoqchi bo'lib turishiga chaqirg'usi sayrab qoldi. U chaqirg'usiga bir qaradi-da, men qo'l bulantib qo'yib, burilib yana doktorxonaga chapdi. "Yana ko'rishamiz, Pavel!" deb vaqirdi u beshini burab. Mashinamga chiqib o'ltirdim. Ko'z yoshim eqib ketdi. Aşk qushin to'lg'ab, mashinani asta haydab, ko'chaga ep chiqdim. Uyga keldim. Eshikdan kirdim. Oq xalatimni esib qo'yib, nom kartamni ilavatdim. Chaqirg'uchimning batareyasini chiqaravatdim. Andin yeshinib, munchida uzundan uzun yuyundim. Ash kechisi men Viktoriyaga telefon qilib, dushanba ishga boramaydiganligimni, balkim buningdan keyin mangu ishga chiqolmasligim mumkinligini. Shunga endi menga operatsiya o'rinlashtirmaslikni aytdim. Bilamsiz, Pavel, men mush qabahatli kunning qachon kelishini o'ylab, tushlarim buzilatdi, dedi u. Sizning qanday qilib buncha uzun bardoshlik berganligingizga faqat aqlim yetmaydi. Dushanba kuni Losa ishkimiz Emma bilan ko'rishdik. Biz qanday davolanish haqida o'ylaganlarimizni aytdik. Avval kanaychi ayniki biopsiyasidan boshlab nishonliq o'zgarishlarni izlash, bo'lmaganda ximiyalik davolanish. Emma bu planimizga qo'shildi. Men uning yo'l ko'rsatishiga muhtoj edim. Uning bilan ko'rishdagi asl maqsadim shu edi. Men uningga nerv tashqi kasal bo'limidan ayrilganimni aytdim. Tarjimondan biopsiya deganimiz tekshirish va tadqiq qilish uchun jonliqlardan to'qilma, suyuqliq yoki hujayra elishni ko'rsatadi. Bo'pti, Pavel, dedi u. Hech qisi yo'q. Agar diqqatingizni o'zingiz uchun texim muhim bo'lgan boshqa ishga bermoqchi bo'lsangiz, nerv tashqi kasal bo'limiga bormaylik qo'ying. Biroq bu hargizmi kasallik sababli bo'lmasin. Kasalingiz o'tgan haftadagidan ig'irlab ketgani yo'q. Davolanish yo'lida bir do'qolga duch keldingiz xolos. Biroq yana davom qila olasiz. Men bilaman, Pavel. Nerv tashqi kasal bo'limi siz uchun muhim. Men yana bir qatam doktordan bemorga, qilg'uchidan qilinguchiga, egidan to'ldirg'uchiga aylandim. Hayotimning toki menga rak deb diagnoz qo'yilguchi bo'lgan bo'likini mening tanlashlarimning yig'indisi deb qarashga bo'ladi. Hozir ko'pincha asarlarda personajlarning taqdirini odam bilan harakati belgilaydi. Bu odam o'zi bo'lishimi, boshqalar bo'lishimi mumkin. Shekspirning Podshoh Lear dramasidagi Gloucester taqdirini shalliq yigitga qo'ngan chivinga o'xshatib qaqshaydi. Biroq dramaga haqiqiy jon kirgizguni Podshoh Learning quruq obro'parastligi edi. Adabiyot san'atning qayta gullanishdan boshlab shaxs sahnaga chiqdi. Biroq hozir men texmi qadimiyroq bo'lgan boshqacha bir dunyoda yashayapman.
Bu yerda inson qudrati tabiatdan tashqari kuch oldida bo'yin qisib qoladi. Dunyo hozir Shekspircha emas, balki texmi vahshiyroq bo'lgan Yunoncha tragediya tuslanmoqda. Oedipus va uning ota-onalari qancha tirissimi, baribir o'z taqdiridan qochib qutulolmaydi. Ular o'zlarining hayotini kontrol qilib turgan kuchga faqat muqaddas sezgi ato qilingan beshoratchilar orqali yiqilisha oladi. Menmo bu yerga davolash planlari uchun kelmagan. Chunki men tibbiy bilimlarni yetkicha o'qigan edim. Mening erishmoqchi bo'lganim faqat g'oyaviy hikmatning tasallisi. Bu texi ishning oxirlashishi emas, dedi Emma. U balkim umrida bu gapni necha ming qitimlab deb bo'lgandi. Nimali degan bilan menmi o'z bemorlarimga o'xshash gapni talay qitim demaganmidim. Doktorning og'zidan anglash mumkin bo'lmaydigan bir javobni umidvorlik bilan kutayotganlarga beriladigan o'lchamli javob mush edi. U yana davom qildi. Bu oxirlash emas, Pavel. Hatto oxirlashning boshlanishi emas. Bu faqat boshlanishning oxirlashi. Ko'nglim ko'tarilib qoldi. Biopsiyadan bir hafta o'tganda Emmaning yordamchisi Alexdan telefon keldi. Nishonliq o'zgarish izlashdan natija chiqmagan edi. Demak, endi ximiyalik davolash birdan bir tanlash edi. Ximiyalik davolash dushanbaga o'rlashtirilgan edi. Men tafsilotlarni surishtirdim. Ular menga Immani izlashimni aytdi. Imma ballari bilan Taho ko'liga o'ynag'ilmangan va hafta oxiri menga telefon qiladiganligini aytgan ekan. Atsi, ya'ni dushanba kuni Immadan telefon keldi. Men uningdan ximiyalik davolash haqida so'radim. Xo'sh, Pavel, dedi u. Sizning konkret o'ylagingiz bormi? Meningcha eng muhim masala shuki, avstin ishiltamdiq yo'q, dedim men. Men bilaman, bu dori haqida har xil qarashlar bor. Yoshirin aks ta'sirimi oz emas. Nurg'un rak tadqiqot markazlari bu dorini ishlatmaydi. Biroq uning unumiga doir nurg'un tadqiqotlar turibdi. Shunga meningcha bu dorini qo'shsak deyman. Aks ta'sir bo'z to'xtatsak bo'ladi. Sizningcha qandoq? Bo'ladi. Deganingiz o'rinliq. Bu dorini keyinchi qo'shimiz desak, sug'urta shirkatlari ishini tashlashtirib o'tadi. Shunga boshlanishida ishlatganimiz yaxshi, dedi Emma. Telefon urg'iningizga rahmat, Emma. Endi ko'ldan huzurlanavering, dedim men. Ma'qul. Biroq yana bir gap, Pavel. U bir oz to'xtab oldi. Sizning davolanish planingizni birga tuzgunimizdan nihoyat xursandman. Siz doktor, nima davatganingizni yaxshi bilasiz. Uning ustiga bu sizning hayotingiz. Lekin siz meni faqat bir doktorimni bo'ling desangiz, shunda qilishni xursandlik deb qabul qilaman. Men o'z davolashimga mas'ul bo'lishdan o'zimni tortishni azaldan o'ylab boqmadim. Men har bemor o'z kasalining mutaxassisi deb o'ylayman. Yilimi esimda. Hech nima bilmaydigan so'yma o'quvchi vaqtlarimda men bemorlarning nima bo'lganini, qandoq davolash qilayotganini, put barmoqining nimishqa buncha ko'kirib ketganligi va yavatgan bu alrang dorilarning nima dori ekanligini ularning o'zlaridan so'rab yuratdim. Biroq mana hozir doktorman. Bemorning mustaqil qaror chiqarishni qabul qilolmayman. Chunki men bemorga mas'ul bo'lishim kerak. Men o'zimning hozirmi shunday qilishga urinayotganimni bayqadim. Doktorlik salohiyatim hali ham bemorlik salohiyatimga mas'ul bo'layotdi. Men balkim bir Yunon ilohining qarg'ishiga ketgandiman. Lekin buninglik bilan o'zimga bo'lgan kontrollikdan voz kechishim ham imkonsiz, ham mas'uliyatsizlik edi.